Bugun men sizlarga Sergeli mashina bozorida mashina qanaqa sotiladi va qanaqa olinadi ko'rsatib beraman. Misol qilamiz, mashina narxlarini ham, egalarning ismini o'ylab topamiz. Agar tanish holat bo'lsa, kommentariyada plus qoldiringlar va yaqin aka-ukalarga jo'natib qo'yib, like bosib qo'yinglar. Misol qilib aytib beramiz. Xo'p, misol uchun 2020-yil Malibu Premier buni narxini 20 ming deyaptilar. Mashinani egasi Tursunboy aka bo'ladilar. Hop, Tursunboy aka 20 mingga Malibu 2 sotyaptilar. Minuvchi kelyaptilar bu yoq tomondan, u naryoqdan kelyaptilar. Sekin mashinalarni oldidan birinchi aylanadilar 5 martada, lekin bir yoq ko'zlari Malibuda bo'ladi, bir yoq ko'zlari naryoqda bo'ladi. Shunda Malibuni oluvchi ismlari Asadbek deydi. Asadbek keladilar. Salomlashadilar Tursunboy aka bilan. Mashinangiz nech pul deydilar? 20 ming deydilar. Xursand bo'lib ketadilar. Chunki 20 mingga Malibu Premier endi bozorda bo'lmaydi-da, misol qilib aytganda. Kraskasi qatida deb so'raganlarda, kraskasi ikkita detal deydilar. Shunda oluvchi Asadbek akamiz kraskaga javobmi deydilar. Yo'q deydilar, Tursunboy akam kraskani o'zingiz uchun tekshirib oling deydilar. Shunda Asadbek akamiz xo'p deydilar-da, rahmatilla degan Kattapraf akamizga telefon qiladilar. Telefon qilganlarida rahmatillahga keladilar, kraskani obdon ko'rib beradilar, tekshirib apparatlarda, o'da ham 8 ta apparatlari bo'ladi, yaxshilab tekshirib beradilar, krugoy tonirovkani kunlariga yetib beradilar. Keyin Tursunboy akamiz nima ekan deganlarda rahmatilla akam 2 detal emas, 3 detalda kraska chiqdi dedilar. Mashinaning narxi pastga tushadi. Tursunboy akam 19 ming qilib beradilar. Asadbek akamiz xursand bo'ladilar, rahmatilla akamiz nimaga bunaqa arzon bu Malibu deyiladi, ko'ngil uchun bankmi, zapretmi, radarlarimi tekshirib oling o'zingiz uchun deydilar. Asadbek akamizga. Asadbek akamiz minuvchi bo'ladilar. Keyin qanaqa tekshiraman deganlarda rahmatilla akam telefon nomer beradilar. Telefon nomeriga Asadbek akamiz telefon qilganlarda Hokimxo'ja degan aka keladilar. Bank, MIP, zapret, gailarni tekshirib beradilar. Keyin ular aytadilar, Asadbek mashina zo'r ekan, tekshirib oldinglarmi Kattapraf desalar, da rahmatilla akam ko'rib berdilar deydilar. Keyin Tursunboy aka nima bo'ldi desalar, Hokimxo'jaga aytadilar, zapret, gaili shtraflari yo'q ekan, toza ekan, bosing deydilar. Keyin Asadbek aka zaklab bermashlaridan oldin 12 ta odamga telefon qiladilar. Har bittasiga olmayman deb telefon qilib chiqadilar. Shunda 12 ta odamdan 3 tasi bos deydi. Zo'r ekan deydi. 19 mingga 2020 Premier 50 ming yurgan. Keyin 9 ta odam nima qilasan deydi. Yoniga $500 qo'ysang, Prado 150 tali olasan, Radnoyim Zalotoyim yaqinim deyshadi. Keyin Asadbek aka oxirgi telefon deydilar, 1 yil oldin urushib qolgan, 1 yil ko'rmagan yaqin o'rtoqlariga telefon qiladilar-da, Malibu chiqdi, olmaymi deganlardi. Haligi bola hayron bo'ladi. 1 yil oldin yo'q ketgan o'rtog'im Malibu Premier haydamoqchi ekan deydilar. O'rtoq, Malibuni nima qilasan? Jantira ol, buni narxi tushib ketadi, olganingdan keyin $1000, $2000 zarar ko'rasan deydilar. Keyin Asadbek aka, sen odam bo'lmabsan deydilar, deb telefonni qo'yib Tursunboy aka bilan barakani oladilar, Allohga tavakkal qilib. Keyin barakani olib notarsga borishadi. Notars bo'tganda Asadbek akamiz o'ylaydilar, hatto 2 so'm, 3 so'm sindirish uchun hayotda gapirib beradilar endi ana qiyinchiliklarni-da. Keyin Tursunboy akam uni tushunib qoladilar-da, tushunganlaridan keyin ular ham hayotlarini boshlaydilar. Xullas, o'xshamaydi, u yoqdan ham bu yoqdan ham 19 mingga mayli olsam oldim, nima bo'lsa bo'ldi deydilar-da. Pul sizga barakali bo'lsin deydilar, Tursunboy akam mashina sizga xayrli bo'lsin deydilar. Keyin buni o'sha 2-3 ta detal kraskasini tekshirib oldilar. Avtohol reklama qilib o'tib ketib bo'ldi. Ishlar yopilib ketib bo'ldi. Kraskalarni udari bormi yo'qmi ko'rib bo'ldilar. Oradan 5 yil o'tib buni haqiqiy egalari chiqib keladi. Chiqib kelishgandan keyin men buni dumalatib yuborgan edim. 2 ta eshigini 3 marta almashtirgan edim. Misol uchun kapotlarni almashtirgan edim. Bunaqa bo'lgan edi desa, u mashinani Asadbek akam yana bozorga olib keladilar. 25 ming deb o'tiradilar. Radnoyim Zalotoyim yaqinim, joninglar sog' bo'lsin. Endi men aytmoqchi bo'lganim, mashinani har bitta kelayotgan odam usta bilan keladi. Men menga to'g'ri ma'lumot berishmasa ham, noto'g'ri ma'lumot berishsa ham, men o'sha qanday aytishgan bo'lsa, xuddi shunday aytib ketaman.
o'sha aytib ketganimda baribir oluvchi bitta o'zi keladimi, 5 kishi keladimi, kraskani o'zlari uchun baribir tekshirib olishadi ular. Chunki bitta o'zlari kelsalar ham zaklab berganlardi, "Aka, men tekshirib olaman" dedilar. Hamma shu. Joninglar sog' bo'lsin, xonadoninglarda yaxshi kunlar bo'lsin va to'ylar bo'lsin. Abduxol Yusufxon